Toyota Land Cruiser 200 arablarning eng sevgan mashinasi. Hozir mana sizlarga ko'rsataman. 900 gani bilsaling, mana bu yerda mana shu faraga suv sepadi. Qum yoki chang bo'lsa, dvornikni yoqsaling, mana shu faraga suv sepadi akalar. Oq rangidan ekan, juda ham yaxshi. Oq rangi ham endi qora endi bagati ko'rinadi. Bu bo'lsa oq ekan. Ishdan ko'rsaman, buni beskulchoy do'sti bor, mana bu yerda bo'ladi. 900 ga adashmasam yili 19-yil. Hammasida avto knopkasi bor. Yurgan probegini ko'rsataman. Xo'p, 79000 avtofokus tusholmayapti. 79261 km yurgan. Korobkasi juda ham pishiq, chidamli korobkalardan. Bu yoqda monitori bor. Yili 19 mi aka? 17. Xo'p, bu tomonda lyuki bor. Ichi oq salon, молочный salon. 2017-yil. Xo'p, orqa tomoni. Motorlarning qo'yib qo'yishgan, orqa tomonini ko'rishingiz mumkin. Orqada plus 3-riyadi ham bor. Juda ham zo'r mashina. Buni bitta plus tomoni, orqadagi bagaji ikki qismga ochiladi. Tepaga alohida, pastga alohida. Xo'p, bu tomon tepaga ochildi, bu tomon pastga ochiladi. Bu yerda piknik qilib bemalol o'tirishlar mumkin, juda ham qulay bo'ladi. Orqa tomonda mana 3-qator sideniyalari, ichi молочный salonda. 2017-yil. Narxi nech pul deyapsiz aka? 60000 kami bor. 60000 kam bor ekan, olib chiqib qo'ydilar. Telefon raqamini aytib oling aka. 97lik 777 4780 aloqaga chiqishlar mumkin. 4 litrli motor. Buni aytgandek, Tur 7si ham bor, Tur 7si full bo'ladi. Tur 7sida pnevma poddiskasi ham bo'ladi. Aynan shuniki. Tur 6 bo'lar ekan, adashibman. Mana mashina. Men tog'imda ham Land Cruiser 200 bor, uni yili 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Mana bu o'rinda aytib qo'ydik. Farg'ona shaharda 3 ta nomerda yuradi. Birinchilardan bo'lib olgan. Bu elektron emas ekan. Meni tog'imdagi mashina sal furroq edi bundan ko'ra. Yopib qo'yamiz. 360 kamerasi ham bor, lekin bular 360 kamera qo'yilgan bo'ladi. Nima? Bularda GXR faysasi ekan, VXR faysasi bo'ladi, Dubai Touring bo'ladi. Joni qattiq o'lmas mashina, Toyota Camry 40 taligi 2007-yilda chiqarilgan. Bunga plus metan ham qo'yib qo'yishibdi. 100 talik metan bilan 200 km shahar ichida yuryapman deb aytishdi. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Bitta hindisiga qildirib olish kerak. Buni lyuki ham bor. Narxini oxirida aytaman, juda ham qiziq narxlar. Xo'p, oldin ko'rishingiz mumkin. Bitta detskiy rejim bor, avtosi bor. O'sha 2007-yilda mana avto bo'lgan, o'ynaydi. Bu tomonda tavlarni ko'rishingiz mumkin. Holati yaxshi. Bu juda ham zo'r mashina. Korobkasi ham o'ta qattiq, hali nima sanadi? Mustahkam. Tez CC2 monitor qo'yib qo'yishgan ekan. Plus lyuki, tepani patol holatlarini ko'rishingiz mumkin. Bitta himsiga qildirib olasizlar. Nima, bu yog'ini ham himsiga qildirib olasizlar, ekan o'z narsalari. Bu yoqda mana bunday funksiyalari bor. Bu yeri ochiladi. Bunday qilsa ochilar ekan. Keyin mashinani oldi kapotini ochib ko'rsataman. 2.4 motor. 170 ming yurdi dedi, adashmasam. Akani o'zi 170 ming yurdi dedi. Hozir kapotda pnevma uporlar bor ekan, o'zi ko'tarib beradi. Motori 2.4, o'sha Toyota'ning o'zini haqiqiy o'lmas motori. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. Mana mashinaning nomeri, mashinaning o'zi. Kraskasi albatta bor ekan, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Akani o'zi Spark narxida berib yuboraman deyapti. Telefon qilib bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aka nomeringiz boshqa aytib olasizmi? 95lik 171 44 11. Mana mashinaning holati. Aloqaga chiqinglar, Spark narxida berib yuboradi aka. $6000 ga propan va metanda yuradigan karnival topib qo'ydim. Narxi 6000, shokolad narxda. Ko'rasizlar. Yili necha desiz aka? 2006-yil zavodskoy propanda ekan, lekin hozir metan ham qo'yib qo'yishgan ekan. Hozir orqadan ko'rsataman. Aka, propanda necha kilometr, metanda necha kilometr yuryapti? Propan bilan metanda necha kilometr yuryapti? Ancha yuradi. 1000 kilometr yuradi ikkovi bilan bo'lib. Xo'p, men ishlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r holatda monitorlar qo'yib qo'yishdi. Monitor yaxshi monitordan. Yurgani necha dediz? Yurgani. Monitor test CC2 mi 3 mi? CC3 monitor qo'yib qo'yishgan ekan, bemalol bunga 360 kamera o'rnatsaning bo'ladi. 427 ming probeg, narxi juda ham shokolad narxda. Mana lyuki ham bor. Lyukini ko'rishingiz mumkin. Uni orqa tomonlari, hozir men sizlarga metan va propanni ko'rsataman. Hozir orqasini ochamiz. Kia Carnival. Mana bu sizlarga metani, bu metani qo'ydirilgan, 100 talik metan bilan qo'ydirilgan, propan ko'rinyaptimi? Mana shu propani zavodskoy metanni o'zlari qo'ydirishgan. Juda ham yaxshi mashina. Xo'p, narxi $6000. Akani nomeringizni aytib oling aka, YouTube'ga qo'yib yuboraman. 94lik 70 aloqaga chiqishlar mumkin. Mana mashinaning turishi. Kraskasi qayerda dediz aka?
kopyalarda tekshirtirib olishsa. O'zlari tekshirtirib olishadi, lekin narxi shokolad narxda ekan. Mana Volkswagen mana bunday hozir modelni bilmadim, lekin 2 litrli turbina ekan, benzinda yuradi. Hozir ichini ko'rsataman. Ichi wow. Achmiz. Bo'ldi aka, bijirga qo'yaman. Aka, ma'lumotlari qanaqa? U ichi mana biznes klass bo'lib yotibdi. Bu yoqqa 3 ta, bu yoqqa 2 ta. Plus mana bunday stolda ham bor, ya'ni xona bor. Bemalol nima qilishlar mumkin. Bu yig'iladi. Plus kompyuter qo'yib ham bemalol ishlashlar mumkin, qandaydir hujjat ishlari bo'lsa. Aka, narxi necha pul? Yurgan kilometri qancha? 66 000 kilometr. 2017 da 2 litr turbina. Benzin. Narxini necha pul qilib berasiz aka? Korobkasi, avtomat korobka. 35 000 dollar kam bor ekan. Korobkasi mana avtomat. Bilasizlar, Volkswagen nemitskiy brend, haqiqiy yaxshi mashina. Narxi rangi ham qora rangda ekan. Operativni qilib chiroyli qilib yursang bo'ladi. Tayyorlik ruxsatnomalari bor aka. Mana mashinaning ko'rinishi juda ham katta mashina. Mana ustamni o'zi. Bu original ko'p emas. Shuni aytib qo'yish kerak. Ustam qaytdi. Ustam Uzabzor kanalining adminlari, bilasizlar, 1 million ta obunachiga, avtoblogerlar orasida 1 million ta obunachiga birinchi bo'lib erishgan odamlardan biri ustam. Mashina zo'r holatda. Keyin menga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki men yangi blogerman. Xudo xolisa sizlar bilan birgalikda biz ham 1 millionga erishamiz ustamga o'xshab.